Dunyodagi eng katta va uzoq davom etgan sirlardan biri endi sir emas. O'nlab yillar davomida Bermuda uchburchagi g'oyib bo'lgan samolyotlar va kemalar haqidagi hikoyalar bilan odamlarning tasavvurini o'ziga rom etib keldi. Ammo endi yangi ilmiy nazariya nihoyat javob topilganini da'vo qilmoqda. Haqiqat esa har qanday afsonadan ham g'alatiroq, lekin sababi juda oddiy. Mana, ko'ring, Bermuda uchburchagi afsonasi dengizchilik va aviatsiya tarixining ajralmas qismiga aylangan. Bu sirli g'oyib bo'lishlar hech qanday iz qoldirmasdan dengizga g'arq bo'lgan kema va samolyotlar hamda ortidan tushunarsiz sukunat qoldirgan hikoyadir. Bir necha 10 yillik taxminlardan so'ng bir olim yakuniy javobni topganini aytmoqda. Florida, Puerto-Riko va Bermuda o'rtasidagi dengiz hududi bir vaqtlar ko'plab g'oyib bo'lishlar va ommaviy axborot vositalarining e'tiborsizligi bilan bog'liq edi. So'nggi yillarda bu holat faqat uning atrofidagi jumboqni oshirishga xizmat qildi. Southampton universiteti okeanografli Saymon Boksholning aytishicha, sirli yo'qolishlar ortidagi aybdor o'zga sayyoraliklar, dengiz maxluqlari yoki vaqt portallari emas, bu ancha qo'rqinchliroq narsa, deydi. To'lqinlar. Nayda to'lqinlar oddiy dengiz chayqalishi emas, ular atrofdagi to'lqinlardan 2 baravar baland bo'lishi mumkin bo'lgan ulkan va oldindan aytib bo'lmaydigan suv devorlaridir. Boksholga ko'ra, Bermuda uchburchagi ushbu halokatli hodisalar uchun mukammal bo'ron joyidir. Gulfstreamning kuchli oqimlari shimol va janubdan kelayotgan bo'ronlar bilan qo'shilib, hatto eng mustahkam kemalarni ham 2 qismga bo'lib yuboradigan darajadagi kuchli to'lqinlarni keltirib chiqaradigan halokatli kombinatsiyani hosil qiladi. Ushbu tabiiy tushuntirish ma'lumotlar bilan tasdiqlangan va Bermuda uchburchagidagi hodisalar soni statistik jihatdan boshqa har qanday yirik yuk tashish yo'laklaridan, ayniqsa to'fonlarga moyil bo'lgan joylardan yuqori emasligini ta'kidlaydigan dengiz ekspertlari tomonidan qo'llab-quvvatlangan. O'nlab yillar davomida Bermuda uchburchagi afsonasi Gollivud triggerlari va fitna nazariyachilari tomonidan kuchaytirib kelindi. Ammo haqiqiy voqea fizika, ob-havo va geografiya bilan bog'liq.